Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda chiroyli va bahoriy kunni baham ko'ramiz. Bahor keldi, tabiat uyg'ondi. Qushlarning ovozi biram yoqimli. Bularni qaranglar, chiroyliligini. Hamma narsa yashnab gullay boshladi. Biz ham bahor kayfiyatidan ilhomlanib, tomorqamizga gullar ekishga qaror qildik. Birinchi yerlarimizni tayyorlab oldik. Keyin esa bozorga bordik. Rostini aytsam, gullarni ko'rib, qaysi birini olishni ham bilmay qoldik. Rang-barang gullar bir-biridan chiroyli. Bu yerda gullar juda ham ko'p ekan. Shuncha gullarni yetishtirish o'zi bo'lmaydi. Dehqonlarimiz baraka topsin. Bularni ko'rib, ko'zingiz quvnaydi. Har xil tuvakda o'sadigan gullar ham bor ekan. Hammasidan olgimiz keldi. Bu joyda turli xil meva ko'chatlari ham bor. Oxiri o'zimizga yoqqanini tanlab oldik. Eng qiziq joyi, gullarimizni ekishni boshladik. Birinchi bo'lib yerimizni teshib chiqdik. Men ham oyijonimga yordamlashdim. Keyin esa bitta-bitta gullarni qo'yib chiqdik. Men suv quyib turdim, oyijonim ekdilar. Chiroyli gul opmizmi? Har bir gulni ehtiyotkorlik bilan ekdik. Tomorqamiz asta-sekin chiroyli ranglarga kirib bordi. Gul ekish biram qiziqarli ekan. Bu ish juda oddiy ko'rinsa ham, lekin juda yoqimli va tinchlantiruvchi ekan. Stress ham ketadi, kayfiyat ham ko'tariladi. Bahor yangi boshlanishlar fasli. Shuning uchun biz ham o'zimiz uchun kichik bo'lsa ham chiroyli muhit yaratdik. Agar sizlar ham gul ekmagan bo'lsangiz, eking. Ishoning, bu sizga juda yoqadi. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Kommentariyada yozib qoldiring. Siz ham gullar ekishni yoqtirasizmi? Biz esa yana bahoriy videolar bilan qaytamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Qale, tomorqamiz chiroyli bo'ptimi? Siz ham gullarni yoqtirasizmi? Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.